Bugun biz Robiyani to'yiga kelin ko'ylak tanlash uchun keldik. Qizlar bilan ikkita komandaga bo'linib, Robiyaga ko'ylak tanlashimiz kerak edi. Masevich bilan birga edim va takoydan tanladik-yu. Короче, Robiya sizga просто нереальный ko'ylak tanladi, ishonavering. Men tasavvur qildim bunga qanaqa ko'ylak yarashishini, o'shani plan qilib keldim. Biram ichimdagi narsani topdim. Hozir video oxirida ko'rasiz. Ochiqmi? Yo'q. Ochiq. Ozgina ochiq. Hamma yopishtiradigan ribka. Pushistый. Da, pushistый-da. Ну, lekin o'shani kiysin to'yiga. Mani kiydirishmoqchi bilamanga. Hozir rezultatni ko'rasiz. Nimaniki biz Hozir birinchi komanda tanlagan ko'ylakni ko'ramiz. Qizlar, qaysi biri ko'proq yoqqanini kommentda yozib ketinglar. Qizlar shunaqa современный ribka fasondagi ko'ylakni tanlashdi. Endi biza tanlaganini ko'rasizlar. Robiya qalay? yoqdimi ko'ylak? Вообще сурок. Voydon. Bay. Gapim topolmay qaychilab qoldik biz baribir. Voy asalom. Videoni shotgacha ko'rgan bo'lsangiz, endi like bosmasangiz bo'lmaydi. Qizlar, Robiyaga qaysi ko'ylak ko'proq yarashdi? Kommentariyada yozib ketinglar.